K6dan qaraganda K5 olinglar. K5 motor 871 mingdan 1 million 73 mingga oldiga jildirib qo'yishibdi naborat. Mashinada bitta ham kod yo'q. Hamma yo'q 00. 600 ming, 500 ming mashina olayotganda juda qo'rqib olinglar. Sabab akalar, mashina olayotganinglarda iloji bo'lsa kodi kamroq mashina olinglar, elektriga kamroq borasizlar. Buni qanaqa qilib ko'rsa bo'ladi, kodi ko'p ozligini desanglar, mana qaranglar. Menyu kirasizlar, joystikdan shundaylar menyuda o'rtani bosasizlar. Menyuda bitta bosasizlarda 2 marta tepaga ko'tarasizlar. O'rtani bitta bosasizlar kiradi, 3 marta pastga tushirasizlar. Mana diagnostikadan DTSga o'tkazsanglar kodlar chiqadi. Shu yerda kodi ozrog'ini olinglar. Mana qaranglar, mana mashinada bitta ham kod yo'q, hamma yo'q 00. Shu yerda sizlar olayotgan mashinalarda kodlar berishi mumkin. Masalan, bu yerdan 1, 2, 3, 4 degan hammasi mashinada bo'layotgan muammolar. Endi bu yerda melichovkalarni ham aytadi. Masalan, tomda antenasi ishlamasa, boshqa narsalar ishlamasa ham aytadi. Lekin korobka, motor, EBS sistemalari bo'lsa, ularni remont qilganda sizlardan yaxshilab pul talab qilishi mumkin. 500 ming mashina olayotganda juda qo'rqib olinglar. Sabab u mashina zavoddan chiqqandan beri servis bo'lmagan bo'ladi. 750 mingdan tepasiga ko'p mashinalar servis bo'ladi. 750 ming, 850 ming, 950 ming yurgan bo'lsa, 1 million yaqin bo'lsa, qo'rqmasdan olsanglar bo'ladi. 2019-20 olyapti. K6dan qaraganda K5 olinglar. K5 motor hozir meni bilishim bo'yicha eng yaxshi motor shu bo'lyapti bizni salarkamizga, bizni yo'llarimizga. Endi e'tibor beringlar, kompressorda rangi boshqa уже mana. Уже almashgan, bu juda zo'r degani. Klapan girishkalarini ham ochishib, klapanlarni ham tortishgan, boltlarga kulib tushgani bilinib turibdi. Korobkani ham e'tibor bersanglar, splenasi yangi qo'yilgan ekan, boltlari kulib tushgan. Bu ham zo'r holatda. Zavodskoy yaxshi-yu deysizlar. Yo'q, 600 ming, 700 mingda hamma spleni o'yladi, klapan girishka hamma yo'g'ini bir qator ko'rish kerak, kompressor almashtirish kerak. Shu paytda bu mashinani polniy servis qilib qo'ygan. 1 million, 1 million 200 ming yo 1 million 300 minggacha inshaalloh qo'l tegmasdan vaqtida hamma yo'g'ini qarab yursa, yana yurilaveradi. Aslida 500 ming, 600 ming osprab ekan deb olib turib, undan keyin naborot maqqabga olib hamma yo'g'ini remont qilishlarga to'g'ri kelib qoladi. K5 motor birinchi o'rinda 500 talik, ikkinchi o'rinda 460 talik, endi oxir bo'lmay qolsa 540 talik. Eng zo'ri 500 talik. 460 500 dan keyin turadi. 540 oxirgi o'rinda. 540 salarga ko'p tushadi, u karyerning og'ir yuki uchun. Bo'lmasa 500 ga qaraganda men nazarimda 460 uzoqroq, ekonomishni yaxshiroq yuradigan mashina deb o'ylayman. Va assalomu alaykum Shopir akalar. Kecha mashinani probegini aylantirmanglar orqaga deb turib video chiqardim. Bugun endi teskarisi. Mashina 1 million yuribdi, sal ko'proq yurib qo'yibdi deb qarasak, 2019 chiqqan ekan, taxograf narsasi almashmabdi. Mashinani probegini naborot 871 mingdan 1 million 73 mingga